Bu esa o'sha kraskalangan varianti akalar, 240 ga 3 metrlik karavatimizni va mana bunaqa ranglari ham bor. Juda ham ajoyib, bir boshqacha yaltiraydi bu qo'yxonalarimiz mana akalar. Va mana bunaqa holatdagi sovrinlarimiz ham bor akalar. Tapchanlar. Buni eni o'sha to'rga 240 bo'ladi. Poli konteynerda listidan qilingan akalar. Xo'p, tepasi profilnastik bilan yopilgan. 8 ga 8 va 6 ga 4 profillar bilan ishlangan. Bu karavatimizni narxiga keladigan bo'lsak, narxi atiga 9,5 million so'm akalar. Dastavka xizmatimiz bor. Xo'p, karavotlarimizni narxiga keladigan bo'lsak, bu karavatimizni narxi atiga 3 million so'm. Boy akalarga hech narsa emas, mol qo'yi bor akalarga ham hech narsa emas. Xullas, bosib yuboradigan joy akalar. Bu karavatimizni poltaftasi temirdan, konteynerda tom listidan bukib yasalgan akalar, qishin yozin men mashitda turaveraman xo'jayin deydigan karavat. Agar xohlasalar mana akalar, balonchalari ham bor, balonchalarni ham qo'yib, ya'ni hovlingizda stoyashka bo'lsa, shunday karavatni o'zingiz ham surib ketaverasiz. Вообще мощный. Va akalar, konteyner karavatimizni yonboshiga qo'yilgan profillari 6 ga 4, asosiy qismi kuzovi 6 ga 4 profildan qilingan va bu ham 1.8 2lik profildan qilingan. Oyoqlari 8 ga 8 dan, bu ham 1.8lik qalinligi. Juda ham mo'shni holatda yasalgan. Asosiysi 4 oyoqda turadi. Akalar, 6 oyoqda turadigan karavatlar ham bor. Buni o'zlaring bozorda ham ko'rgan bo'lsalaring kerak. Xo'p, bu haqida ko'p gapirmaymiz. Bilgan bilib olaveradi. Xo'p, akalar, mana bu sal kattaroq razmer. Bu standart razmer. O'rtacha oilalar uchun mo'ljallangan. Eni 3 metr, uzunligi 240 chiqishingizga. Xo'p, va buni gullariga keladigan bo'lsak akalar, gullari lazerniy stanokda ishlov berilgan, juda ham chiroyli gullar. Xuddi o'zbegimizni vali milliyligini ko'rsatib berib turadigan darajada ishlov berilgan bularga. Xo'p, mana men ustiga mana 100 kilo vesim bor, bismillah. Mana ko'rishingiz mumkin, mana sakrab ham ko'rsatib beraveraman. Xullas, juda ham mo'shni holatda. Endi men sizlarga hozir bitta-bittadan hammasini ko'rsatib berishga harakat qilaman, xudo xolasa. Bu karavatimiz narxiga keladigan bo'lsak, akalar, narxi atiga 3,5 million so'm. Bu karavatimizdan eniga 1,5 metr, katta 50 sm. Akalar, bunisi esa xuddi o'sha karavatimizni, sovrimizni yog'ochlik, taxtalik varianti. Bu ham konteynerda poli bo'ladi. Xo'p, juda ham mo'shni, juda ham baquvvat holatda turibdi akalar. Qolgan joyi boya ko'rsatgan sovrin bilan, karavatim bilan bir xil akalar, faqat narxida farqi bor, faqat yog'och bo'lgani uchun bu. Xo'p, bu karavatning narxi 3 million 300 ming so'm chiqadi akalar. Yana eslatib o'taman, bizning manzilimiz Nuroboddan Samarqanddan Qarshiga ketaverishda trassani yoqasidamiz. Va Arentir Jon qishlog'i, mana hozir oldin Turon bo'lgan nomi, hozir Ro'ziboyota bazmgohi deb almashtirib qo'yilgan. Shu yerga kelaverasizlar akalar. Hammaga omad, sog' va salomat bo'lasizlar. Aloqaga chiqib qo'yaverasizlar, raqamimizni qoldirib qo'yamiz.